Hurmatli Yaqinimga tabrik kanalining kuzatuvchilari hamda muxlislari, mana bugun yana bir hamyurtimizning ajoyib ayyomlari munosabati bilan xonadonlariga g'oyibona tashrif buyurishga tayyor turibmiz. Yana bir ajoyib qo'ng'iroqni sizlar bilan birgalikda amalga oshiramiz. Alo. 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 Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulnoz opa, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sog'lommisiz? Rahmat, yaxshi. O'tib ketgan bo'lsa-da, sizni ayyomlar bilan qutlab qolaman 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan. Rahmat, rahmat. Biz sizga ayni damda Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Rahmat. Bugungi muborak ayyomingiz munosabati bilan. Rahmat. Bugungi qutlug' muborak 40 yoshingiz muborak bo'lsin. Sizga hamisha umringiz uzoq, xonadoningizga sog'-salomat yurishingizga tilakdoshmiz. Rahmat, opa, rahmat. Azizsiz. Gulnoz opa, sizga kim biz orqali tabrik yo'llashi mumkin? Ukam obudmi? Onajonimmi? Yaqinlaringiz albatta. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Singlim Alfiyami? Yo'q. Ukam obud emasmi? Ukangiz Obidjon aka hamda keliningiz Sadoqatxon opa nomlaridan ajoyib tabrikni amalga oshiryapmiz hozir sizga. Alo. Alo. Nima deysiz? Keliningiz Sadoqatxon opa hamda ukangiz Obidjon aka nomlaridan ajoyib qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Sizni bugun muborak ayyomingiz bilan qutlashimizni istagan mana shu insonlar sharofati bilan siz bilan ajoyib kuningizda biz ham sherik bo'ldik. Rahmat, rahmat. Ukajoningiz hamda keliningiz Sadoqatxon opalar sizga ajoyib she'rlar yo'llagan. Maylimi o'qib eshittirsam? Mayli, mayli. Yanog'ida binafshalar ochiladi. Iforadan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimda yosh tomchiladi. Opalarning eng sarasi mening opam. Bir oh desam hatto jonim fido etar. Iltijosi yaratganga borib yetar.